Assalamu alaykum. Aliya Sultan 322 taam salonundaki barlı hanım kızlar. Bugün sizlerle tanıştırmakçı boğan taamın ismi Türkçe taam zadi kebap. Yani isli zadili kebap degan ma'noda. Bunun ketadigan xurishlar go'sh. 500 gramdan ortiqroq qora go'sht ketadi. To'g'ri bir ishlasanlar bo'ldi. Bugun men ishlatganim qo'zi go'shti, undan keyin sabza, piyoz, baranga, pomidor, ko'kmuch, qizilmuch, samsaq, andan keyin uzunchaq piydigan. Cho'qim uzunchaq piydiganni tanishimiz kerak xonim qizlar. Jumlaqa bunga bo'lmaydi. Eli shaklini qilgancha cho'qim bilib qolasizlar. Undan boshqa pishloq, yani pisa qatlamsiz pishadigan pishloq, sho'xliq yami, doğru dermeklerden akmuç, karmuç, kavalçın, tuz, tüçülgen sumaydan bir iki qo'shiq atrofida buni qiyab tayyorlash uchun ishlatamiz. Birinchi bosqichda mushu sayko'ktatlarni go'shtlarni küp şekilde deymiz, ya küp şekilde deymiz 5 barmoq cho'nligida to'g'rab tayyor qilib Kızlar, ben aroski vaqtdan foydalanib go'shtni yani küp şekilde degani musha to'rtburchak şekilde 5 barmoq cho'nligida to'g'ralamiz. Sabzi berengini shu şekilde to'g'raymiz. Qolgan sayko'ktatlarni ham shu. Hamda muhimi pidganni bo'yiga, ya'ni uzunisiga mushunchalik kenglikda 1 sm kelmaydi, lekin 1,5 sm kengroq keldi. Mush kenglikda bo'yiga yalpaqlab, buni orasiga tuz sepib tayyor qilamiz. Tuz sepishdan maqsad chezniki, ya'ni pidganniki qora suyini chiqarib yutish uchun. Endi keyingi bosqichda qozonga moy qo'yib qizitib, pidganni, andan keyin sabza barangini moydan qizartib o'tkazib olamiz. Qizlar birinchi bosqichda oldi bilan shu sabza bilan barangini moydan o'tkazib qizartib olamiz. Andan keyin pidganni kızartıp ilavasak buldu. Muşu basış bilen tekrar davamlaştırmadan keyin anadan keyin göğüş piyazlar bilen qo'rib-qo'ribamiz. Şu qo'rg'on chog'da mayda chiqib saqim bo'ldi. Chunki olib kelganim mayda tuz oldi. Sabza barangamiz mayda tuz olganmiz. Shunga bu qo'rimizdek mayda qo'rib saqim bo'ldi. Bu qo'rimiz qo'rg'aloqda tezda chiqib qo'rib, anamlarni salib keyin tandirni qatlam. Doğru demeklerin akmış, karımız, kavalcı, tuzun sasakan bulu anadolu kavalımızda. Kızlar, qorumuzun qorta yapıldık. Mavi yağdan ötküz olgan berengi bilen sevzini aldı bilen lısımız var. Bu neymiş şu cumulak şekilse, gümbez şekil çıkarımız, bunu müştak şekilde koyup alımız. Bunu buna koyup algan değil, endin qorumunu, materyal koyup algan qorumunu üstüge salımıza hanımla. Bugün ben sırf köperek kıldım. Mesela ihtiyacınlar kırap kısanlar buldu. Kıga vakitte. Gümbez şekilde, buna şekilde kıp olgan bunun kıyam tayyorlaymiz. Sho'xliq yami, yani pisa qatımız qilgan sho'xliq yamidan 2 qo'shiq atrofida silib, bunga 2 qo'shiq kegidek, cho'ng qo'shiqda 2 qo'shiq kegidek suv quyamiz. Anadan keyin boyqi qo'rimdan ichib olgan tuz, kavalchin, qarimoch deganlarni aralashtiramiz. Anadan keyin samsaq. Samsaqni aralashtiramiz bunga. Bu bir qiyam bo'ladi. Shundan tam kirgizuvchi. Anadan keyin buni shu butunlay shundan ustiga bir quyib chiqamiz. Xanım kızlar, bay qo'rumning ustiga qiyamni to'kib bo'lgandan keyin pisa qatlamsiz qilgan pishloqdan az miqdorda sepib o'tamiz. Andan keyin moydan o'tkazib olgan piydigan bilan bir boshdan yeb chiqamiz shu shaklda. Buni gumbaz shaklga keltirishdan maqsadmi, buniki ko'rkamligiga alohida diqqat qilish uchun bu shaklda qilamiz buni. Xanım kızlar, piydigan bilan bir qo'l ustini ishda qo'shab buni yeb bo'lamiz. Andan keyin boy tashgan qiyamdan ishib qolgan qismini buni ustiga qo'yib tamlantiramiz. Buni tamlantirib bo'lgandan keyin andan keyin buni duxovkada 200 gradusdan 220 gradusgacha shuningda 30 minutdan 35 minutgacha qaqlaymiz duxovkaga. Yanına bir qo'yib oldik. Ma pisa qatlamsiz ishlatilgan pishloqni mushu kavpimiz duxovkada 30 minutdan 35 minut turda emas, 5 minut qolgan vaqtida chiqarib, xuddi pisa qatlamsiz ustiga pishloq sepganimiz o'xshash bir qo'l sepib o'tamiz. Andan keyin duxovkada 3-4 minut turg'izib olsak, bu kavpimiz pishgan bo'ldi. Ana qizlar, mana bu istazadli kavpiniki pishib chiqqan oldi. Üstüge pishloq sepketlik bir 3-4 minut turg'izamiz. Ana shunday shaklda bezsak bo'ldi. Endi buni ichini biz burada itib ko'rib baqilya. Mana ichidan pishloq bor. Mana. Mushalatda chiqdi. Mana piriganlar degan kalatalar yerilib turgan alada.